Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Omon Matjonning 1001 yog'du nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Olam muttasil aylanib o'zini yangilab turibdi. Lekin juda ko'p savol va muammolar o'sha. Biz esa ba'zan kim aybdoru, kim gunohkor degan ikkinchi darajali gaplar bilan bandmiz. Buyuk bobomiz o'zining ulug'vor ijodi, tariximizning, madaniyatimizning, jahon adabiyotining kultoji bo'lgan buyuk hamsasida mazkur jumboqlarning deyarli barchasiga aniq va lo'nda javobini 500 yil burun tayyor qilib qo'yibdi. Biz uchun yaratilgan ushbu asarga, bu nurli merosga qonuniy vorislik g'ururi bilan qarashimiz zarur bugungi kunda. Ayrim bir kishi hamsani to'laligicha ilg'ab, uyqab olishi qiyin. Bu ko'pchilik mehnatini, uyg'un idrokini talab qiladigan ish. Har bir avlod bu borada o'z faolligini ko'rsatishi kerak.